O'rtoqlar, hozir men tashlagan suratni hamma yaxshilab ko'rib tanib olsin. Bu uchiga chiqqan qallob, o'zini yaxshi joyda ishlaydigan spo qilib ko'rsatadi-yu, lekin hammaylar hozir yana bir ikkita videolar tashlab qo'yaman, shundan keyin o'zingizlar xulosa chiqarib olasizlar. Bopladim. Menga qarang, nimaga menga tegishli bo'lgan foto, videolarni internetga joylab, haqorat qilib sharmanda qilyapsiz? Axir bu men qarindoshlarim bilan to'yda o'ynagan raqsim-ku, ukalarim-ku hammasi. Agar bularni o'chirishimni istasang, 8 million naqd sanaysan. Bo'lmasa, bundan keyingi foto, videolar undan ham dahshat bo'ladi. Photoshop qilib bo'lsa ham nomingni bug'layman. Tushundingmi? Odammas ekansiz. Siz bilan tegishli joyda gaplashamiz. Xuddi mana shunday o'zga bir shaxsga tegishli bo'lgan foto hamda videolarga haqoratli so'zlar bilan ijtimoiy tarmoqqa joylab, ammo uni o'chirish evaziga surat egasidan 8 million so'm pul talab qilgan ayol Jizzaxda qo'lga olindi. Bizga taqdim etilgan ma'lumotlarda aytilishicha, Jizzax viloyati Forish tumanida yashovchi fuqaro viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaatida unga nisbatan sodir etilgan qonunbuzarlik yuzasidan chora ko'rishini so'ragan. Ma'lum qilinishicha, ijtimoiy tarmoq orqali ayol kishi uning shaxsiy fotosurat va videolarini haqoratli so'zlar bilan ommaga tarqatgan. Shu bilan birga mazkur materiallarni ijtimoiy tarmoqdan o'chirish evaziga 8 million so'm miqdorida pul talab qilgan. Mazkur holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir tashkil etildi. Olib borilgan chora-tadbirlar natijasida Jizzax shahrining Olmazor mahallasi hududida ushbu ayol talab qilingan pul mablag'larining 5 million so'mini olgan vaqtida daliliy ashyolar bilan ushlangan. Holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqdagi shaxsiy sahifalaringizga joylayotgan foto hamda videolaringizni avval o'zingiz yaxshilab chig'iriqdan o'tkazing, toki ular g'araz niyatli insonlar qo'liga tushib qolib, o'zingizga qarshi qo'llaniladigan tayyor o'lja bo'lib qolmasin.